nima ish qilyapsan? Hey, qahvajon bosh direktor. Ne bo'ldi? Men mashinangizni ishlatib olay degan edim. Ishlatib olay degan? Chaqchaq qilmasangiz qandaq? Salih bo'ldi bundaq chaqchaq qilmasa qandaq? Biz hozir bek aldirash. Men Salih, sen bu holatingda ya mashina edemisan? Ya pravang bo'lmasa, mashina oriyat elib nima ish qilasan? Men yana bugun seni kiyimingga ne bo'ldi? Uning xizmat kiyimi qani? Tunigun yomg'ir yig'ib, kiyimlarimizning hammasi bo'lib ketdi. Inim bilan ikkimiz yomg'irda qoldik. Ya mashinamiz yo'q. O'zingiz bu bilasiz. Kichikimizdan inim bilan ikkimiz yetim qolgan. Shunga inim oil topshiriq ishlamoqchi ekan. Shunga Ay, to'xta. Sening iningning oila topshiriq ishlashi bilan sening mashina oriyat elishingning nima munosabati? Inim saboqdoshlar bilan rasm chizishda musobaqa qilishibdi ekan. Cho'qim o'zining uyidagi mashinani chizishi kerak ekan. Hamda mashinaning nomer taxtasi va nomer taxtasidagi nomerni yozishi kerak ekan. Sening iningning qatnashgan musobaqasida topshiriq bo'lsa, uyingdagi mashinani chizish shundaqmi? To'g'ri, shundaq. Yana kelib, mashinaning nomer taxtasini chizish. Uningdan boshqa nomer taxtasidagi nomerni yozishi kerak ekan. Shundaqmi? Shundaq. Undaqda uyda mashinasi yo'qlar qanday qiladi ekan? Men inimga uydagi 3 chaqliq toksiklikni chizgan dedim. Biroq u tushundim. Siz inimga darhol telefon qiling. Hozirning o'zida bütün mashinalarning hammani shirkatning mashina to'xtatish maydoniga to'xtatsin. Tushundingizmi? Ma'qul qahvajon bosh direktor. Salih, iningni darhol olib kelgin. Iningning qaysi mashinani sizg'usi kelsa, shu mashinani tanlab sizib olsin. Rahmat. Hay, qahvajon bosh direktor. Yana nima bo'ldi? Men sal oshirvatdim qandaq? Qandoqsiga sen oshirvatgan bo'lasan? Jiq gap qilma. Men sana shuni deb qo'yay. Oshirvatgini biz emas. Bir yaxshilik unutilmas, bir yomonlik. Siz bu filmdan nimani his qildingiz? Yoqtirgan bo'lsangiz bizga agishing.